U faqirlikda o'tgan butun hayoti davomida orzu qilgan mashinasiga minib yo'lga chiqdi. Kun ochiq, lekin negadir quyosh ko'rinmasdi, ammo yop-yorug', avvalgidan-da yorqinroq. Havo harorati mo'tadil, ko'chalar chinnidek, ariqlarda zilol suvlar, daraxtlar turfa xil, biri ikkinchisiga o'xshamas. Undagi mevalardan tomayotgan bol uning mazasidan darak. Shoxlarga qo'nib xonish qilayotgan rangdor qushlarning ovozi kishiga juda ham yoqadi. Bino devorlari tilla va kumushdan, loylari esa mushukda qorilgan, uzunligi chaqirimlardan uzoq. Har biri bir insonga tegishli. Odamlar juda quvnoq. Tortishish, tarafkashlik, bahs, kelishmovchilik, dilxiralik umuman yo'q. U yerdagilar baxtiyorlik hamda xotirjamlik og'ushidan mast. Uzoqdan bir bog' ko'rindi. Undan taralayotgan gullar isi dimog'ni yengil qitiqlardi. Peshtoqiga uning ismi yozilgan. Yaqin bordi. Bog' to'liq unga tegishli va undan boshqasi uning iznisiz kira olmasligini o'qidi. Ichkariga kirdi. Umrida juda oz ko'rgan yoki umuman ko'rmagan go'zal gullar. O'ng tarafda kichik sharshara, tilla rang nimadir oqmoqda. Asalmikin? Chap tarafda oxular go'yo raqs tushib o'ynashmoqda. O'rtada uzun so'ri, unda donasi olmadek keladigan turli nav uzumlar. So'rining u boshida ayvon, yong'oq daraxtidan aylana shaklda qurilgan ayvonning o'rtasini siren daraxtining yangi ochilgan gullari to'sib turardi. Pardalar yengil shabada bilan o'ynashmoqda. Ichida kimdir bor. Kim ekan? Qiziqib yaqin bordi. Ayol kishimi? Binafsha rang ipak matodan ko'ylak kiygan kimdir unga teskari o'tirardi. Boshiga yengil ro'mol tashlab olgan. Kelganini sezib, seskanibgina o'rnidan turib unga qaradi. Vo ajab, ko'zlar yashil yoqut misoli. Yuzlarida qandaydir nur bor. Nima ekan bu yarqirayotgan? Biror kishining nazari tushmaganda zohir bo'ladigan nur shumikan? Undan taralayotgan xushbo'yni sezmasdan iloji yo'q. Ha, bularning bari u uchun. Mashaqqatlar evaziga tortiq etilgan sanoqsiz mukofotlarning ozginasidangina bahramand bo'lib, yana yo'lga tushdi. Chunki o'ziga va'da qilingan eng asosiy ikki mukofotga hali yetishmagandi. O'sha kun, mana o'sha mashhur darvoza, odam ko'p. Ichkaridan xursandchilik tovushlari eshitilmoqda. Negadir odamlarning ko'zlarida yosh. Ha, bu xursandchilik, yetishish, orzu ro'yobi rohatidan keladigan ko'z yoshlar. Eshikdan kirdi. Ana u zot, Rasululloh. Ey Alloh, yetdi shu onga. Kavsar yonida turib ikki qo'llarini keng yoyib kela qol dedilar. Chopdi, yo'q, uchdi, bag'rlariga o'zini otdi. Assalomu alaykum habibim dedi. Quvonch ko'z yoshlari yuzlarini ho'l qildi. Kavsarni idishdan emas, kaftlarida ichishni iltimos qildi. Rad etilmadi. Yana bag'riga bosdi. Onasiga yetishgan yetimdek yonlaridan ketgisi kelmas. Sal chalg'isa onasini yo'qotib qo'yadigan go'dakdek muborak qo'llardan mahkam ushlab olgandi. Ha, u orzusiga yetishdi. Chanqog'i qondi. Endi u chanqamaydi, och ham qolmaydi. Xafalik yo'q. Zerikish, mashaqqat, ayriliq tamom. Batamom tamom. Endi esa faqatgina bir armoni bor xolos. Eng buyuk armon. Allohning vasli. Qani,
ketdik.